Umra safarini narxi tushishini kuzatganlar bormidi? Xudo xolasa narx tushsa ertaga Indinga ketaman deb tayyor bo'lib turgan obunachilarimiz uchun xudo xolasa bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Narxlar tushadimi degan obunachilarimiz uchun albatta narxlar tushgan. Videoda boshidan xudo xolasa sizlarga narxlarini tushuntiramiz, keyin shart-sharoitlarni hammasini sizlarga tushuntirib o'tiramiz. Xudo xolasa oxirigacha ko'rsalaring narxini aytamiz demaymiz. Xudo xolasa videoda boshdanoq Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka narxlar tushishini kutayotganlar, tayyor turganlar bor. Narxlardan boshlaylik birinchi bo'lib. Nima deysiz? Xo'p bo'ladi ukam. Mana endi narx tushishini kutayotgan bo'lsangiz, endi ham bormasangiz bo'lmaydi. Tayyor turganlar bo'lsa, tayyor turganlar hammasi tayyor bo'lsa. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizni $950 dan qilib beramiz. To'g'ridan to'g'ri reysimiz. $950. Aha. Xo'p, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizni narxini $990 qilib beramiz. $990. Xo'p, qaysi kunlarga bor o'zi reyslaying deydiganlar uchun? Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz 16-iyul kuni bor, 20-iyul kuni, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Zo'r. Bemalol aloqaga chiqinglar, $950 dan qilib beramiz, xudo xolasa narxi. $950. Zo'r. Xo'p, Farg'onada qaysi kunlaringga bor deydiganlar uchun, vodiydan uchadiganlarga 17-kuni bor, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $990 dan qilib beramiz, xudo xolasa. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlarga, xudo xolasa zo'r. Endi sharoitlaring qanaqa? Balkim narx tushgan bo'lsa o'zgargandir deydiganlar uchun hech nima o'zgargani yo'q. O'sha holatda turibdi. Endi Madina Munavvara gastitsalarimiz uzunligi 200-300 metr. Xo'p, Makka mukarramada o'sha 1 kilometrdan 2 kilometrgacha gastitsamiz uzunligi. Zo'r. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari. Buni Qizil dengiz sayohati ham buni o'z ichiga olgan turimiz. Zo'r. Xo'p, aeroportdan 50 boshimiz billa borib, billa keladi, xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi va vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqartirib beramiz. Zo'r. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi, xudo xolasa. Xudo xolasa qo'shib beriladi. Endi to'lov masalalari qanaqa bo'ladi endi? To'lov masalalari respublikamizda 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Ofisga borib to'lov qilaman deydiganlar uchun. Xo'p, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerlar, o'zimning nomerim. Bemalol aloqaga chiqinglar. Telegram ham, WhatsApp ham bor. Chet elda yurganlar, musofirda yurganlar, Tojikiston qo'ni-qo'shnilarimiz, qirg'izistonliklar aloqaga chiqaveringlar bemalol. Onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'ladi. O'zlariga qulay bo'lganda aloqaga chiqsa, xudo xolasa joylar qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha tomondan to'g'rilab beramiz ishlaringizni. Bo'ladi. Xudo xolasa zo'r. Nimalar qolib ketdi endi aytmaganimiz aka? Bemalol qaysi yana tushunmagan narsalaring bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ilmimiz boricha qo'limizdan kelgancha qolgan tushunmagan narsalarni tushuntirib beramiz. Xudo xolasa to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik. Videoda qanaqadir xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun bemalol tortinmasdan aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa Abdug'offor aka sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilishadi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, hoziroq umraga boraman deganlarga xudo xolasa shu videoda jo'natib qo'yinglar. Narxi tushishini kutayotganlarga ham alohida jo'natib qo'ysalar, xudo xolasa sizlar orqali ular ham umra safariga borishda xudo xolasa imkoniyatiga ega bo'lishadi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa sizlarga yangi videolarimiz birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha